Assalomu alaykum. Kechirim qalb tozaligi onlayn treningimizning aziz ishtirokchilari, o'suvchi va ulg'ayuvchilari. Mana sizlar bilan kechirim darsimizning 14-darsiga ham yetib keldik. Va sizlar bilan shu paytgacha kechirimning har xil texnikalardan foydalanib qalbimizni tozaladik. Va hozir hammani hayotida judayam zo'r o'zgarishlar va natijalar boshlanib ketdi. Kimnidir hayotida sovg'alar, kimdadir munosabatlar, kimdadir pullarga bo'lgan yaxshi vaziyatlar, har xil natijalar boshlandi. Va bu sizni qalbingiz tozalanib, bloklaringiz yechilganligidandir. Bloklar yechilib, tozalangan joyga yaxshi narsalar kirib kela boshlaydi. Bu judayam zo'r natijalar va bundan buyog'iga sizda bunaqa natijalar judayam ko'p bo'ladi. Chunki siz tozalanyapsiz. Chunki siz g'olibsiz. Esingizda bo'lsa, darsligimizning boshida hammani hayotida har xil o'zgarishlar, yaxshimas vaziyatlar, ko'tarilishlar bo'lgandi. Chunki aytganimizdek, tozalanish vaqtida hammada ham bunaqa vaziyatlar bo'lishi tabiiy. Va juda ko'p misol keltirganim kabi, to'la piyolaga suv quyib bo'lmaydi. Ya'ni u piyola bo'shagandan keyin u yerga suv quysangiz quyiladi. Xuddi shunday sizni ham hayotingizda tozalanish bo'lganligi uchun yaxshi vaziyatlar kirib kela boshlayapti. Va bu natijalar bardavomlikda davom etaveradi. Chunki bu transformatsiya, hamma transformatsiyada yaxshi o'zgarishlarni hayotiga qabul qilib olyapti. Bugun sizlar bilan yana bir ajoyib texnikani, meditatsiyani bo'lishmoqchiman. Bu meditatsiya hayotimizga yaxshi vaziyatlarni tortish va qaysidir yechilmayotgan vaziyatni, qaysidir xafagarchilikni yaxshi tarafga o'zgartirish meditatsiyasi. Munosabatlarni o'zgartirish, qaysidir ishingiz bitmayotgan bo'lsa, o'sha ishni o'zgartirish imkoniyatini beradi. Qaynonangiz bilan yoki turmush o'rtog'ingiz yoki sevgan insoningiz yoki sizni xafa qilgan va siz xafa qilgan qaysi bir inson bilan munosabatlarni yaxshi tomonga o'zgartirish texnikasi. Tayyor bo'lsangiz, suv ichib oling. Meditativ holatga tushishni siz yaxshi bilasiz. Suv ichib tinch holatda, hech kim bezovta qilmaydigan holatda o'tirib oling. Aynan o'tirib yoki yotib olgan holatda ham bajarsangiz bo'ladi. Umurtqa pog'onasi tik holatda bo'lishi kerak. Yonboshlab yo boshqacha bir holatda o'tirib olish mumkin emas. Tayyor bo'lsangiz, suvlaringizni ichib oling. Suv bizni ongimizni, miyamizni ozuqasi hisoblanadi. Va ko'zlaringizni yuming. Chuqur nafas oling. 5 gacha ushlab turib chiqaring. Butun tanangiz bo'shashgan. Yana bir marta chuqur nafas oling. 5 gacha ushlab turib chiqaring. Yana bir marta chiqaramiz. Va qalbingizga tushing. Yuragingiz tukullab urayotganligini his qiling. Ana endi o'zingizni yam-yashil tabiat qo'ynida, o'rmonda, daraxtzorda his qiling. Tog' yonbag'ri, daraxtlar, gullar, ajoyib betakror tabiat. Va mana shu tabiat bilan chambarchas bog'liqlikda his qiling. Tinch va toza holatdasiz. Qushlar, daraxtlar, gullar, ajoyib manzara. Va shu
shu yerga siz hozir yechmoqchi bo'lgan vaziyatingizni, xafa qilgan insoningiz yoki xafa bo'lgan insoningizni, yoki boshlig'ingiz bilan tortishib qolgan bo'lsangiz, ishingizni yaxshi tomonga o'zgartirish uchun boshlig'ingizni yoki qaynonangizni yoki turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingizni yoki onangizni yoki boshqalar sizni vaziyatini o'zgartirmoqchi bo'lgan bir insoningizni, munosabatni yaxshilamoqchi bo'lgan insoningizni oldingizga chaqiring. Bu inson sizni turmush o'rtog'ingizdir balki. Va bu inson qarshingizga keldi. U inson sizni yoningizda turibdi. Va unga yaxshilab nazar soling. Uni hayotida nima yetishmayapti? Unga shuni bering. Berish deganda bu faqatgina qo'l bilan berish emas. Xayolan, qalban siz unga nimanidir bersangiz ham, koinotning bumerang qonuni asosida sizga ham bu qaytadi. Aynan siz turmush o'rtog'ingizdan pul olmoqchidirsiz, $100 yoki $1000 yoki gullar yoki sovg'alar olmoqchidirsiz, yoki chiroyli bir ko'ylak olmoqchidirsiz, yoki yana bir narsa, mashina yoki uy bo'lishi mumkin bu. Bularni olish uchun avval siz berishingiz kerak. Qalban, xayolan bering. U insonning hayotiga nima yetishmaydi? Siz o'zingizni qalbingizdan yorug' bir nur chiqib, u insonning qalbiga ketayotganligini his qiling. Va bu nur borib uni ham qalbiga kirdi va butun tanasi yorishib ketdi. Sizni ham butun tanangiz yorishib, xuddi bir yurakcha misol sizni o'rab olgan va u insonda ham xuddi bir yurakcha misol mehr, muhabbat nuri, bu sevgi nuri uni o'rab oldi va dukkullab ura boshladi. Va uni hayotidagi yetishmayotgan nima bor? Tinchlikmi? Unga tinchlik bering. Bir quti tinchlik deb yozilgan tinchlikka to'la qutini bering. Mana, sog' va baxtli tinch yashagin. Unga sevgi, muhabbat bering, yurakchalar bering. Unga nima yetishmayapti uni hayotida bering. Balki u yangi mashina xohlayotgandir, mashinani kalitini bering. Borliqda hamma narsa mo'l-ko'l, qizg'onmasdan bering va sizga ham shu keladi. Yangi mashina Captiva'mi, Malibu'mi yoki Equinox'dir. Qanaqa mashinani yaxshi ko'rasiz va unga ham yoqadi? O'sha mashinani kalitini bering. Va yangi uy, shahar markazidan yangi hovlili uyni kaliti bering unga. U qanday his qilyapti o'zini? His qilyapti. Quvonib ketdi, xursand bo'lib ketdi. Sayohatlarga yo'llanma bering. U sizdan kechirim so'rayapti. Meni kechir, bilmay seni dilingni og'ritganligim uchun. Siz ham kechirim so'rang undan. Sen ham meni kechir. Oyijoningiz yoki qaynonangiz bo'lishi mumkin. Meni kechiring. Va u ham siz ham birlaringizdan kechirim so'rayapsiz. Juda ham xursand bo'lib ketdi u. Men sizni kechirdim. U ham sizni kechirdi. Va u ham sizga sovg'alar bera boshladi. Turmush o'rtog'ingiz sizga chiroyli tilla komplekt berdi. Qanaqasini xohlayotganingiz, xuddi o'shandan brilliant ko'zli uzuk zaraklari bilan nima xohlayotgandingiz,
Yangi mashina, yangi uy, gullar, chiroyli liboslar, shirinliklar sovg'a qilyapti. Va siz ham unga bering. Bir chemadon dollar bering. Bir chemadon dollar. U ham sizga million dollarlar beryapti. Turmush o'rtog'ingiz juda ham baxtli va sizga juda ham ko'p gullar sovg'a qildi va agar u sizning turmush o'rtog'ingiz yoki onangiz bo'lsa, borib uni quchoqlang, bag'ringizga bosing va unga minnatdorchiligingizni bildiring. Va shu payt sizlarni chiroyli sevgi nuri o'rab oldi. Bu nur sizni atrofingizni ham o'rab oldi, butun borliqni o'rab oldi. Unga ayting, men sendan minnatdorman hayotimda borliging uchun. Aslida sen meni o'stirgan, ulg'aytirgan insonim ekansan. Borliging uchun minnatdorman. Va u ham sizga sizni xursand qiladigan so'zlarni aytdi. Va qo'lingizga chet elga sayohat uchun bilet berdi. Siz xohlagan barcha sovg'alaringizni oldingiz va u ham barcha sovg'alarni oldi. Va sizni qalbingizdan mehr muhabbatga to'la yurakcha uni qalbiga borib joylashdi. Va bu yurakcha sizni ham qalbingizga kelib joylashdi. U ham bu yurakchani sizga yubordi. Mehr muhabbat rishtalari bilan bog'landingiz. Sevgi yo'li bilan o'smoqdasiz. Unga minnatdorchilik bildiring va sovg'alaringizni berib va olib bo'lgan bo'lsangiz, a'lo kayfiyatda minnatdorchilik bilan chuqur nafas oling va chiqaring. O'z joyingizda, o'z tanangizda siz bu texnikani